alaykum. Podyezdga kamera qo'ygani keldik. Bu kameraga yana qo'shimcha kameralar qo'yamiz hozir. Kameraga gap yo'q, shikoyatlar choylar olib chiqib qo'ydilar. Zo'rga tortishadi. Sakkizinchi etajga mobilga qo'ydik. Bu ishdan kelayotganlarda ko'chada masofaviy ko'radilar, internetdan joy bormi-yo'qmi do'mitiga. Agar joy bo'lmasa do'mitiga ko'chaga qo'yib keladilar mashinani. Shuning uchun mana shu yerdan ko'rib turadilar tepadan, telefonlaridan, internet orqali. Tepadan joy ko'rib turadilar. Kamera qo'yildi. Bizning kamera, bu o'zining kamerasi. Podyezdga kameradan qo'yib bo'ldik. Lift ham ishlayapti уже. Kamera ichida turibdi.